Agar sen 90 kun davomida har kuni 100 ta anjumanya qilsang, oldin umuman tanib bo'lmaydigan darajaga kelasan. Jiddiy aytyapman, agar sen 85-kun nima bo'lganini bilganingda edi, hattoki lift yoki ostanovkada bo'lganingda ham anjumanya qilarding. Birinchi 30 kun bu qizish, seni ruhan tayyorlaydigan narsa. Ko'kraklaring bo'rtadi, yelkalar keskinlashadi, trisepslaring ham paydo bo'ladi. 45-kunga kelib endi sendagi press shunaqa bo'ladiki, kimdir urib qolsa sinadigan sen emas, balki uning qo'li bo'ladi. Chunki har bitta anjumanya bu shunchaki pasayish va ko'tarilish emas. Bu mashqni qilganingda 200 ta mushaklaring ishlaydi. 60-kunga kelib haqiqiy go'sht davri paydo bo'ladi. Testosteroning ko'tariladi, ertalab uyg'onsang, tomirlaringda energiya oqayotgandek bo'ladi. Ortiqcha yog'laring yoqiladi. 75-kunga kelib endi sen odam emassan. Sen shikobsan. Tanang rostdan qattiqlashadi. Eshikni qo'l bilan emas, balki ko'z bilan ochasan. Ammo lekin 85-kunda haqiqiy mutatsiya sodir bo'ladi. Sen kuch chegarasidan o'tasan. 100 ta anjumanyani to'xtatmasdan bosasan, xuddi armiyada tug'ilganday. Mushak tolalarining juda ham qattiqlashadi. Metabolizm esa sutkaning 24 soatida ishlaydi va nihoyat oxir-oqibat